Kottejimizning orqa qismi o'sha suvoqdan chiqqan, bir yoq tomoni. Hattoki oynalar, atkoslari ham juda chiroyli bo'lgan. Pastki tomonlari va mana bu tomoni ham. Ustakalarimiz to'g'risi ishlariga gap yo'q. İçi devam etyapti. Tak. Yo'qqa davom etyapti. İchkarida zaborimiz, hojatxona esinglarda bo'lsa ham pastida hojatxonadan keyin eshik, kirib chiqib yuradigani va mashina uchun darvoza. В целом mana bunaqasiga ko'rsatsam maksimum darajada ko'rasizlar kottejni imkoniyatini. İnşallah oqar suv keldi. Ariqga tushdi. Oqib ketdi. Endi ko'cha. O'sha kottejimizning ko'chasi. Kengligini ko'ryapsizlarmi? Ikkita Isuzu bemalol o'tib qaytib yuradi yonma-yon. Yengil mashinalarni gapirmasa ham bo'laveradi. Tak. Mana bu yoqda yengil ko'cha. Bu yoqda ham ikkita Isuzu bemalol yura oladi. Yengil mashinalar тоже свободно yuradi.